أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده تعالى حمد الشاكرين ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحابته ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين واجعلنا من ورثة جنتك النعيم آمين يا رب العالمين أما بعد فبالسند المتصل إلى الإمام محمد بن الحسن الشيباني رحمة الله عليه قال باب ما يكره من النجش وتلقي السلع نجش degan saxt xarida yolg'ondan xarida bo'lib bahoni deyishib o'stirib qo'yilgan tushirib qo'yilgan va talaqqi sila degan mol tovar bozor kirishi ilgari oldiga chiqib sotilish. Mesela bizden Uygurluğun bağı, mesela taş koğan, ya topa, ya korğas degandek chegara yali var. Şu yerden chet eldan tamojni o'tab, kirib aldiga chiqiblam, o'shalardan sodlik qilgan. Yoki shamollog'ni zavog degandek shunda nurdan uruk, to'g'ashni achiradigan dehqonning oldiga yo'lda yezdin kirib olsa, bozor kirib qo'yishdan ilgari yo'lni to'sablam ilib olganmiz. Yani bazar kirib erkin setib qo'yguncha o geri dehqonlarni qo'yib turgan yoki bazardagi do'konchilarga ziyon urgan ishlar bor. أخبرنا مالك أخبرنا نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن تلقي السلع حتى تهبط الأسواق. بازار كريستن برون aldığı çıkıp setuvası bulmaydı diyen. ونهى عن النجش. سخت خريدة ولستم تسقان. قال محمد رحمه الله بهذا نأخذ كل ذلك مكروه. إشكالي إيش حرام değil. فأما النجش نادي بارات فالرجل يحضر فيزيد في الثمن. Birisi bir narsa satmakçı olsa da kelib asl bo'lib bilishdi, shirik bo'ladi. Ishkadan tutishadilar. Da xarida bo'lganda kelib bu xarida bo'lmaydi uni shirkni. Ular mana nechta pul qillar, sanchi bu. 30 ko'ylak narsani 20 ko'y qilgan bo'lsa, u kelib 25 ko'y biramlama olay desa, yo'q, 26 ko'y biramlar dedi. 26 ga chiqqandan keyin bu xaridami bozorda bunda aldığı o'xshaydi deb anda 26 ko'y menga bas olay desa, ko'p pulini satadi, ondan 6 ko'y o'rtib qo'ygan bo'ldi. Yoki masalan tushirib açtım bak. Mesela Qashqarda men chiqdim ko'rdim. Bechar dehqonni bo'zi ketib, bir harvda masalan qo'g'ini ichigan bo'lsa, 5-6 oy bo'lishib, qo'g'ini nech bo'lsa, manch bo'lsa, u dehqonni gapni so'qab, u gap usto'g'aniga chanildi. Gap so'qab, u bir tarafdan hujum qilib, u bir tarafdan uni xijil qilib, andan da ro'y zar berib bunaqa. Axir buni qo'g'ini azan ilib oldi. Bu yaxshi emas. Üzümü anmayla şirkleşip oladım. Hemisi bizde qo'g'in almoqchi, bizden qo'g'inni ko'tarib shirkatmoqchi, lekin aynet biz ishib qo'g'inni so'kab ilib oladi. Bu mashunda bir xil najashim. Hamma yerda shunda ism bo'lishi mumkin. Xotanda qandayda? Xotanlik bormi yo'qmi? Xotanda madxida deydi. Yani bu yolg'on, saxt xarida degan. Ayol xarida degandek. Yani ammaydigan xaridani, mesela ayolni adatan so'zini gapib turmaydi odamni qildi emasmi? Shu tariqada so'kab qo'yadi. Yani 10 minut, 15 minut baho tanishib shundan o'qizimga oxir ba'sa olmay ketadi. O do'konchi ochig'i qo'yinda tillaydi. Mesela özünüzün bazılarına aşağı var mı? Kaç tarafından başladı? Üzerinde koyduğunuzda böyle sistem başladı. Şurada bulmaya kaldı. Buldu ixtiyoran musavama. Amma bu Qashqarda o baho tanishgan nadan bir xil psixik jangdan iborat. Taxonimda bahslar bas. Yana kassam to'laylar. Taxonda cho'ng odam bo'lsa-mu, dallardan so'rab baqsa birdi. Xuddi u kesib bir satanmaydandek. Shunda nejash degani shunda ta'rifladi. Xarida olib kelib, bahoni oshirib qo'ydi. O yo'q fihi ma la yurida yashtarbi. Ammaydigan bahonimi masalan 30 ko'ylak narsani yo'q. 26 ko'ylak beray dedi. Amma 26 ko'ylak bermaydi satolishga. Yusma' bi dalika ghayrahu. Boshqa xaridorni anglab, buni bunda oldigan narsa o'xshaydi deb o'ylab qolsin. Fayshtari ala sawmi. Shundan bu talashgan baho, to'xtagan bahoga boshqa xaridor bexasta oldigan gap. Bexastani abshash deydi Qashqarda. Fa hada ma la yanbaghi ma ish bulmaydi ish ma'lum. Haram. Yani Abu Hanife mu najashni haram deydi, lekin talaqqisilarni joiz deydi. Va amma talaqqisilar kelsak, fa kullu ardin kana dalga yadur bi ahliha. Mesela açlıkla, kemçilik bulup gidip,
sirtdan açlık kirishini saqlab, bozordagilar, xaridor saqlab turgan chaqda sirtdan mal kilavassa, töbeşeden chiqqan qatchida uni elib olib keyin monopol qilib satsa, bu cheklangan ish. فليس ينبغي أن يفعل ذلك بها عند قصة تورم ميدو فإذا كثرت الأشياء بها وزوقتلك هم ناسنا كان روسا حتى صار ذلك لا يضر بأهله أنا أمسا باش بازار لجق بوغن مكان فلا بأس بذلك ألدر çıkıp jugurub elvasını ihtiyarı koyup planlar deyimiz İnşallah Teala. O bidik çay yapılalım. Koyu hazırda, kalvazarlarda tabii şunlarla payda olup kaldı adını. Babur raculi yuslimu fîmâ yükâl. Selamını biz aldın pul tapşırıp koyasıdık. Kemçellindiğen tavarga aldın pul tapşırıp koygan kişi. Akhbarana Malikun haddethana Nafi'un an Abdullah ibn Umar radıyallahu anh kâne yekul la ba'sa en yebta'ar raculu ta'aman ila ecelin ma'lum bisa'rin ma'lum. Bu selam degen şu. İn kana li sahibihi ta'amun aw lam yakun. Aş satkan kişinin kuluda so'rlashgan ashliq bo'lsin bo'lmasin ruxsat deydi. Bu selamda asli qoidaga xilof ruxsat qilingan. Qanday ehtiyoji borda. Aslida yo'q narsani satsa bo'lmaydi-ku. Degan ma'noda ruxsat qildi. Lekin faqatdan bundan sharti nima? Aşı vaqti kelgan chaqda ash narsani topalaydigan bo'lsa bo'ldi. Ma lam yakun fi zar'in lam yabdu salahu. Faqat bu istisno qilingan narsa texi pishmagan ziroatda bo'lmaslar. Masalan, kivaz taxamda shunda chiqishiga uning paxtasini so'rashni qilsa bo'lmaydi. Ammo masalan, o'zining qo'lida bo'lmagan masalan, falonning isfal kivazdan yuzini santanadın onunla deb so'rlashdi. Lekin zavoddan chiqdi yoki zavod bo'lmasa bozordan hech ola oladi. Aw fi tamarin lam yabdu salahu. Mana pishmagan mevni deysi bo'lmaydi. G'urvogan bog' bo'lsa, shu g'urdan birinchisiga mansa topshirib olish desak bo'lmaydi. Fa inna Rasululloh sallallohu alayhi vasallam naha an bay'at thimari wa an shira'iha hatta yabdu salahuha. Qala Muhammad rahimahullah wa hadha indana la ba's bihi wa huwa as-salam. يسلمه الرجل في طعام إلى أجل معلوم بكيل معلوم من صنف معلوم. Bizning nazrimizda bu salam. Salam bo'lgankin ashliq olsun, ziraat olsun, mayli deydi. Lekin mana wala kharfi ayishtara dalka min zaram ma'lum aw min nakhl ma'lum. Mush bog'ning mevisidan, mush etizning kivizidan desa bo'lmaydi. Ama kivaz, mesela bir tonna kivaz, paxta, bir tonna qo'g'on, depton. Ya'ni kim bu mush bag'dan demasa, bu bir tonna qo'g'onni bag'dan chiqqan, u bag'dan chiqqan o'zi bo'lmasa bozordan akaplan bir tonna qo'g'onni o'tkazamdi, bo'laverdi deydi. Ammo ma'lum bir bog'ni, bir zaminni, bir etizni belgilab qo'ysa bo'lmaydi. Balki u bala afat tegib bir narsa chiqmasligi mumkin. Va huwa qawl Abi Hanifa rahimahullohu taala. Albatta bu yerda makil dedi shunama, mavzun shunda. Hozir ham ko'pincha narsa mavzun. Ondan dana sanaydigan narsa bo'lib qolsin shunda. Babu bay'al baraa. Baraa degan mesela pak yoki saq degandek ma'noda bo'lsa, bu melimdan chataq chiqmaydi, hech qanday chataq yo'q deb sotgan ahvol. Chataq yo'q deb sotgan ahvol deymiz. Yoki uni deymiz, chataq yo'q, o'zing ko'rib olasiz mana. Agar keyin chataq bor ekan deb akasang, men yondirmayman degan. Yondirilmaydi deb sotamiz-ku? Qaytarilmaydi. أخبر مالك حدثنا يحيى بن سعيد عن سالم بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه باع غلاما ب800 درهم بالبراءة. أي بيوق شتق واكن بكاس ما يندمي ما دب من الستة. فقال الذي ابتاع العبد لعبد الله بن عمر بالعبد داء لم تسميه. سان أي بيوق تجان لكن ما نبر كاشل قال ده تتربط. فاختصم إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه فقال الرجل باعني عبدا وبه داء. أصل كسل باكن بنون كسل يوق دب ستة معه. فقال ابن عمر بعته بالبراءة من إجماس دب صدقة. كسل يوق منازل لكن كسل دب قاسم من إجماس دجان. فقد عثمان على ابن عمر رضي الله تعالى عنهم أن يحلف بالله لقد باعه العبد وما به داء يعلمه. Bunda olsa sen qasam qil deb turibdi Ibn Umarga. Sen satgan chaqda buningda men zodi bir chataq bor deb qaramaydi. Men bildigan bir kasal yo'qdi. Kasal borligini bilmaydim deb qasam qildi. Fa Aba Abdullah ibn Umar an yahlif. Qasam qilib unutmabdi. Nima uchun unutmadi? Ya, bilib turib bunda satmaydi.
qasam qilmaslikqa asli bu qasam ichish bu davo oldindan qilishgan isl odamga ancha yarashmaydigan ish. Lekin bu qasam ichib berib ras o'zini rasul o'zi bilan qasam ichib berib qilsa bu insonning qadrini tushiradigan bir nima bo'lg'achqa yo'q men qasam qilmayman so'z yenib ketsin deb fartaja al-g'ulama fasahha indahu al-abd. Shundan u qaytirib olgandan keyin qarasa sah ayb yo'q. Asli u xaridan dushman qilgan gap. Ayb bor deb turgan. Faba'ahu Abdullah ibn Umar ba'da dalika bi 1500 dirham. Onun ikkisi satib turdi. 800 satdi desa 1500 satdi. قال محمد رحمه الله وبلغنا عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قال من باع غلاما بالبراءة فهو بريء من كل عيب. Ayb yo'q, obdan kirib ol, keyin ayb chiqsa men egamas deb bunda sotgan bo'lsa, o chaqda keyin ayb chiqib qolsa, u qaytirib olmaydi. وكذلك باع عبد الله بن عمر بالبراءة ورآها براءة جائزة. المجندا المقيسة جائز دب قرغان عبد الله وشندا صدقيقان. فبقول زيد بن ثابت وعبد الله بن عمر ناخذ biz ashik sahabının qarashini tutamiz. Men ba ulaman aw shay'an wa tabarra min kulli aybin. Chatiq chiqsa men egamas, mana kirib ol, hech qanday chatiq yo'q. Yandumayman, qaytmayman desa, faradiya bidalika mushtari. Setvaguchi xarida ma'qul deb asa va qabadahu ala dalik shu bo'yicha qo'l topshirib olsa fa huwa bari'un min kulli aybin alimahu aw lam ya'lam. Sotgan chaqda bilmsin keyin ayb chiqib qolsa egolmaydi, qaytarolmaydi. Li'anna al-mushtariya qad barra'ahu min dalik. Chunki sotuvchi bundagi ayb chiqib qolsa sen eslolmayman, qaytarib kelmayman degan. قال فأما أهل المدينة فقالوا أهل المدينة إمام مالك وبشقى فقال قلنا يبرأ البائع من كل عيب لم يعلم. راس آدم o'zi bilmaydigan ayb bo'lsa egolmaydi. فأما من علم وكتم فإنه لا يبرأ. Lekin aybni burun o'zi bildigan bo'ladi. Bilib turib ayb yo'q deb sotgan bo'lsa, keyin ash aybi isbotlanib bu odamning bildiganligi isbotlanib qolsa qaytara oladi. وقالوا إذا باعه بيع الميراث برئ من كل عيب. Miras sodisi deb bunda bir so'di bo'lib ulanmoqda. Miras sodisi deganda hech qanday chatiq yo'q degan ma'noda. Miras. Madinaliklar ash yuqori ahvolni bilsinda, bilmasinda deb ayirdi. Hamda bo'ldi bunda bir so'di bor. Bi'atuka bay'al miras. Mirasni sotgandek sotdim deb, ya'ni san kim meni chatiq olsan, egolmayman degan ma'noda shu so'dim. Bunda bo'lsa u aybni bilsin, bilmasin, qanday egolmaydi, qaytarolmaydi. Bay'al miras deb sotgan bo'lsa, burun aybini bilib sotgan bo'lsin, bay'al miras degan so'zni ishlatsa qaytarolmaydi dedi. Lekin ubarri'uka min kulli aybin deb aybni ismini atab turib qilishcho, agar biladigan bo'lsa qaytara oladi deb turib dedi. Hozir bu Madinalikni matqin maqsadi Muhammad. Alimahu aw lam ya'lamu idza qala ibta'tuka bay'al miras mana. فالذي يقول أتبرأ إليك من كل عيب وبين ذلك mana bizning deyishgan bay'al barada undaydi har qanday ayb nuqson bo'lsa men unga ega emas deb har qanday ayb nuqson deb til oldi shuni til olgan ahvolda qanday bo'lish kerak aslida faqat ega olmaslik lozim chunki qanday ayb bo'lsa ega emas degandan aniq degandan ega olmaslik lozim endi bu aniq degan chog'da 50% ahvolda bilgan ahvolda ega oldi deb turib aniq demagan bir so'zini miras sodis qildim deb qo'ysa, unda agar bilgan bo'lsa, ya'ni qaytarilmaydi deyishi ma'sal qamlashmagan gap. Ya'ni madinalikni matqinmoqchi. Ahra an yabra limashturata min hada. Lekin shu bizning bay'al barada qanday ayb bo'lsa, men egamas deb bir shart qo'yib, qayd qilib qo'yib, aniq deb qo'yib qilgan ekan, bu egamaslikka taxmin loyiq emas. Bay'al mirasda uning gapini qilmagan ekan, qanday bozmay emas degan gap yo'q. Unda egosi bo'lish kerak. Bu ta'tillik bo'ldi. Va qavli Abi Hanifa va qavluna val amma. Ya'ni bay'al baraa joiz bo'lishda, qaytmaslikda har ahvolda bay'al mirasdan avlod demoqchi. Ya'ni qiyas avlaviy qildi. Babu bay'al gharar. Gharar degan noma'lumlik, xatarga tavakkul qilish yoki go'linib ketish degandek ma'noda. أخبرنا أبو حازم بن دينار عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
Neha an bey'il gharar. Bunda sodini cheklagan. Bey'il ghararni uni ma sodida bunda bir sodidan cheklab qo'yilmaydi. Buning hozir masalan necha yuz shakli bo'lishi mumkin va qiyomatlar necha ming shakli bo'ladi. Shunda nama'lumlik qarisqi desaydigan, qaris tavakkul qiladigan, uning ba'zi yerlari aniqlanmagan sodini bey'il gharar deymiz. Qala Muhammad rahimahulloh va bihada kullihi na'khud bey'il gharari kulluhu fasid. Hammasi fasid savdo deydi. Mesela nama'lum bo'lganni, mesela mushkalning yilindagi sutni sotib oldim desa, qancha kilo sut chiqadi nama'lum. Yoki osmondagi qushni, yoki suvdagi baliqni desa, nama'lum narsa bo'lsa bo'lmaydi. أخبرنا ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول لا ربا في الحيوان. Hayvanni o'zaro almashtirishda riba fadl bo'lmaydi yoki boshqa jinsga almashtirishda riba bo'lmaydi degan ma'noda. Bu endi ixtilof bo'lgan masala, lekin Said ibn Musayyib shunday qaraydi ekan. Va innama nuhiya min al-hayvani an thalas. Unda hayvonni almashtirishda faqat 3 narsa, yoki hayvon savdosida 3 narsadan cheklangan, uni boshqa unda almashtirish cheklanmagan demakchi. Anil madamin wal malaqih wa habalul habala. 3 turlik savdo cheklangan. Madamin degan nima esa ma fi butunil inath min al-ibil. Sog'liq tugining qo'sqidagi shu tug'magan qo'zisi madamin bo'ldi. Shu qo'saqdagi qo'zisini sotib olay desa, qo'saqdagi qo'zimi bu saqmi, o'lagmi yoki ishqmi bu noma'lum. Davonkin bay'il majhul olamda bay'il gharar bo'ldi. Wal malaqih ma fi zuhuril jimal. Jimal degan tugining akiki, bug'ron deymiz. Yani şu erkek tügüldeki şunda uruklarını değil, uruklarını setirleş. Akbaran Malik'in akbaran Nafi'an Abdullah ibn Umar radıyallahu anh enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem neha an bey'i habalil habala. Habalil habala bu ne bir ibaret ise habal diyen kosak götüreşte ibaret. Ama hayvanın koskudikinin koskudun düşkini diyendek. Kosaktaki botulukının kin o tuğulup o botulaklısa şunun ki yani hazır kınan neverisi degende. Jaga şu bu adeti tögüge anda soduştu. Başka oldu mu anda adam kıysa bulmaydı. Sadece merkez koyunan koskudaki pozisine de sodlası bulmaydı. Yani beyan mechul. Ve kan beyan yebda'ul cahiliye. Cahiliyette müşünde sodukluğun işlibattı. O bedeviyle, çoğunluk arı bedeviyle Allah'ın şeriyeti ve hidayetini tulmağın boğaç karşında karasında işini kıldı. Yebi'u ahaduhumul cezura. Hazır müşü şerazı Abdullah ibn Umar düşündürüp durvatı bizge. Habala degenini sahabe bizge düşündürüp durvatı. Bazı ölümalı başka düşündürgen, lekin biz Abdullah ibn Umar'ın şu izahatını aldığını oraya koymuş çünkü şu sahabe ve yaşap bakkan. Cezur degen şu botulak. Mesela bazılar şu botulakını satıp dedik. Kaçan tapşırıp aldığın varsa ila en tuntecen naqa. Veya da sağlıktan birisi var. Qo'sqida bor, bo'g'oz sog'liqdan bir so'z. Nima? Mush bo'g'oz sog'liq qo'sqidagi bo'taloqlab, bu bo'taloq cho'nlab, ondan bu bo'g'ozlab, ondan birini bo'taloqlasa, ashkin bo'taloqni, nevri bo'taloqni olma deb so'rash. Peki o qo'saqdan şey bildirsa. Belki qo'sqi bo'taloqmaydi bu. Belki de bular ba'zi bir nimaga asosan qiz o'g'illikni bilishi mumkin. Deyxallar bilishi mumkin. Yoki erkak bo'lib qolsa, erkak keyin bir nima topganda deb shuning bolasini deyishi mumkin. Tuntaj hozir tuntaj degan mabnil majhulda ko'rindi-ku, lekin mabnil ma'lum ala xilaf al-qiyas. Hatta talidan naqa demakchi. Hatta talidan naqa, thumma talid alladhi fi batniha. Qo'saqdagi bo'taloq birini bo'taloqlasa, keyingi nevri bo'taloqni so'zlasin. Yani bey'u janinil janin. Bey'u janinil janin. Qo'saqdagi bo'taloqni sotilish. Bu bir noma'lum, onun qadar qanda bo'taloqlamdi, onun qadar o'lab tugamdi. Endi qilmagan bir narsa. Islom shariati kelgan ekan, bunda g'alg'ash so'dini hamma bekor qilib o'tib, musulmonlar shu eni xotirjam halol nimaga başlab qo'ydi. Alhamdulillahi robbil alamin. Bab bayan muzabana. Muzabana deganimiz biz bu yerda ariya dedik-ku. Gul xo'mga shaxtga gul xo'mini setish.
Aşı paraz tutup mançılık çıkıdı deb. Ayadaki şaxtki xoması 2 şarik çıkıdı, 2 şarik gülünü verip lan ansetülüştü. Bu iyi bakılan iktimam şundan. Yakma sodamdı. أخبر مالك أخبرنا نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المزابنة والمزابنة بيع التمر بالثمر كيلا. تمر ديجان gülü xo'ma, ثمر ديجان yangi pishgan xo'ma. Keylan kemchilla. Endi yalikinin kemchini bilamiz, lekin shaxtikinikini bilmaymiz. Bilmaganiga qanday qilamiz? Taxmin. Va bay'ul anabi biz-zabibi keylan. Üzümni mo shunda kishmishga kemchillab satsaq shunda o'xshash. أخبرنا مالك أخبرنا ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة والمحاقلة. المحاقلة ديجان شو دسه زراعته نقشة سود قساق محاقلة الله. والمزابنة اشتراء الثمر بالتمر والمحاقلة اشتراء الزرع بالحنطة. تخيل اتزدك كوك زراعتنا تغادق بغداد ستلش. باشق كوك وسا عشنا ستلش سبارك. واستكراه الأرض بالحنطة يعني زمننا بغدادها إجارة جلش. Yani buğdayga icariga asımı çekileydi demekçi bu rivayetlerdir. Bir halkta buğday verip mane yer malı yerim şimdi 3 ay icari yapılan sonra. Hazır mavla Etsiz degan narsamiz mi? Buğdayga etsizni. etizan. Ziraat ne deydi hazır mavla? Zira. Etizni buğdayga icariga as bulmaydı deydi. Bu şu bir qarash. Ba. قال ابن شهاب سألته عن كرائها بالذهب والورق فقال لا بأس. فلغ شودسة فلغ ميلان. أخبرنا مالك حدثنا داود بن حسين أن أبا سفيان مولى ابن أبي أحمد أخبره أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة والمحاقلة. والمزابنة اشتراء الثمر في رؤوس النخل بالتمر والمحاقلة كراء الأرض. المحاقلة عند أشلق جاري بريش ده مش شندقل باكين. İmam Muhammed şu çeklimeler, müşahidisler kartan deydi. Qal Muhammed rahmetullah el-muzaba andana. Muzabanı biz bunda icariga işte bunda tushunmaymiz. Bunun ma'nosi istira'u thamari fi ru'us an-nakhli bit-tamr kaylan. Shu hul xomini quruq xomiga kamchallab turib setish iborat. Shaxtikin kamchallayamiz, lekin mo'lchallaymiz. La yudra at-tamru alladhi a'ta akthar aw aqall va az-zabibu بالعنب لا يدرى أيهما أكثر. ده بعدين ملچلگان دکن کمچلب پقمان دکن درخت کنه. خاصی خاص از بلمایمز دکن ملچلب مش ودلکلا دیمیز. والمحاقلة نبز زمن جارگرش دپشل میمیز. اشتراء الحب في السنبل بالحنطة. تق başak kök başak danne buğday kısatılış ibarat. كيلا لا يدرى أيهما أكثر فهذه المحاقل ده مش ندين هو يعني جاري ويش تبدا شو ندمج هنا وهذا كله مكروه هنا أمسه حرام يمشون شو بيادا الربا شكل نغان عشان الجنسلاردا öz cinsi almıştırsa tam bulmaya kaldı birisi az ya ki çık azlıkı tanrıki namalum وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهانا وهو قولنا Evet bu muttafaqun alayh. Muhaqala muzabana çekilgan narsa ittifaq kelgan narsa. Lekin ishtiral ardı bil hinta deganda bulardi yani qiymat. Mayli bulardi. Ziminni aslında buğday jari versin, pul jari versin bulardi dedi. Taymiya asal qılmalı caiz deydi. Peki köpçülük caiz demeydi o şunu mu? Bab şira'il hayvani bil lahm. Hayvanni go'shtga tegishli bo'lamdi. Axbarana Malikun axbarana Abu Zinad anil A'raj deganni jizitonlar. An Sa'id ibn Musayyib qala nuhiya an bay' al-hayawan bil lahm. Qala qultu li Sa'id ara'ayta rajulan ishtara sharifan bi 10 shiyah. Sharif degan 1 yoshni to'ldirgan tuga. 1 yoshni to'ldirgan bir tugini 10 qo'yga tegishli bo'lamdi. Faqala Sa'idun in kana ishtaraha liyanharaha fala khayra fi dhalik. Bunu so'yab go'shini yemekçi olsa o caiz olmaydı. قال أبو زناد وكان من أدركت من الناس ينهون عن بيع الحيوان باللحم. من kögen kişilerden maksat tabi'inler. Bula go'shtni hayvonga satsa bo'lmaydi yoki bir-birining birisiga satsa bo'lmaydi. Tegisi bo'lmaydi deydi. Va kana yuktabu fi uhud al-ummal fi zaman Aban va Hisham yunhawna an zalik. Aban ibn Osman ibn Affan'ınki o'g'li, bu Hishammo ikkisi o'z vaqtidagi Madina valilari. Bular Kadir amaldorlar hujjat tushirib, manda qilinglar, manda qilsang bo'lmaydi degan chog'da shu hujjatlarga yozgan. Tirik hayvonni go'sht satsang bo'lmaydi dedi. Bunda setilmisan degan manda. Ama sizlerki satın
almıştık, 10 koyun satılan ya. Buldu. Yani bu bayatına yukarıda buldu dedi. Lekin mesela go'sht bilan hayvon teshib qalsa, aş hayvonni so'yab go'sht qilmoqchi bo'lgan bo'lsa, bu xuddi nimada go'shtni go'shtga hayvon bo'lsin, lekin oxirida nima bo'ldi bu go'shtni go'shtga bunda almashtirganda qilib ozzi qilib qoldi deb chatoqchi qilinmoqchi. أخبرنا داود بن الحسين أنه سمع سعيد بن المسيب يقول كان من ميسر أهل الجاهلية بيع اللحم بالشاة والشاتين. Go'shtni bir qo'yga, ikki qo'yga sotgan ishlim bor deydi. Ya'ni jahiliyatda bu bir xil qimor demoqchi. Maysir. أخبرنا زيد بن أسلم عن سعيد بن المسيب أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع اللحم بالحيوان. قال محمد وبهذا نأخذ. Bu cumhurning qarashi. من باع لحما من لحوم الغنم بشاة حية. Tirik bir qo'yga go'sht almashtirsa, la yadri al-lahm akthar aw ma fi shat min al-lahm. Go'sht chiqmi yoki qo'yin so'ysaq chiqishqamdo, bu aniq emas bo'lsa, fal bay'u fasidun makruh. Bu chaqda ma savdo haram. La yanbaghi, la yahil. Va hada misl muzabanat va muhaqala shaklangan narsalar. Ammo jinsi o'xshash bo'lmasa, masalan, qo'y go'shtiga bir kala tegishdi. Mayli bo'ldi. Hadi jinsi o'xshash bo'lmadi demak. Yani bir go'sht chiq, bir go'sht az degan taqdirdami, bu ikki jins bo'lgandan keyin mayli demak. Hamda Imom Abu Hanifa rahmatullohi alayhi, Imom Abu Hanifa, Abu Yusuf va ba'zi boshqa mazhabdagi ulamolar hayvonni go'shtga almashtirsa bo'laverdi. Az bo'lsin, jiq bo'lsin, naq bo'lsin bo'laverdi. Bo'lmaydi. Bu hadislar olmabdi. Balki boshqa hadislarga tayangan bu. وكذلك بيع الزيت بالزيتون. Zeytunning mevasining o'zini zeytun yog'ga almashtirsa, zeytun meyga shunda va duhni simsimi bisimsim. Kunjut yog'ga almashtirsa shunda. Yani cheklandi demoqchi Muhammadning nazarida va jumhurning nazarida. Va bir rajul yusawimu ar-rajula bi-shay'i fa yazidu alayhi akhar. Bir kishi bir sodini qilib baho talashib tursa, birisi kelib bilan bani o'stirib bilan ilvasi bilamdi, sodisini buzib. Yo'q, bu kim ortiq emas. Birisi deyishyotdi. So'rasi bor 20 kilogrammlar, 25 kilogrammlar deb olay deb tursa, bu 26 kilogramm oldim desa, bo'lmaydi. Yaqinda qizga so'z soldigandimi, deyishib turasiz, biz bilan aytishasi bo'lmaydigan, o'xshashmish. أخبرنا مالك حدثنا نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع بعضكم على بيع بعض. يعني بعض روايات البخاري ولا يخطب على خطبة أخيه. يعني قال محمد وبهذا نأخذ لا ينبغي إذا سوم الرجل رجلا بشيء أن يزيد عليه غيره فيه. بهذا ديجي وصا كلب لم من مشكل كتب ألمان دبلم الواس بمايدو حتى يشتري أو يدع. برنجي خريدا يا أسكت الواس أشو أسون ومسو أمي من دبيان غنيكين عندن من على دسبلدو يدا يعني يترك ماشي. Navadkin başkanın sodasını buzup setuan mısın ya ki satmışsın. Başkanın sodasını buzup satmışsın denilir Marx'ın tercümesinde. Bâb-ı mâ yucibul bey'a beynel bâ'i vel müşteri. Sodası nâgi basa bu iş. Sod bütke hesaptı buldu. Akhbara Malik, akhbara Nafi'un an Abdullah ibn Umar radıyallahu anh, anna Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kâle el-mutebayi'ani kullu vahid minhuma bil khiyari ala sahibihi ma lem yeteferraka illa bey'al khiyar. Bula yeniliş yeni olmaslık meselesinde ikili ayrılıp ketmesilam yeni olalaydigan ahval buldu. Allah'ım bey'al khiyar olup kalsa ayrılıp ketsimi yeni olaydı. Mesela bey'al khiyar degan sodun qilib 3 kun ichida yandırıp kalsa mundurib beralayman. Bir hafta geçe mal qaytirildi degandek khiyar bo'lib kalsa shu chaqda bula ayrılıp uy ketib o'g'in kelib yandır alaydı. Lekin unda shart qilmagan ahvolda oldim satdim degandan so'di bitib ketdi demoqchi. Buna yatafarraqa degan ayrilishni qayta izohlaymiz. Qala Muhammad rahimahulloh va hada na'khud jumhur va xilaf holatda biz shunda tushunamiz deydi. Yani bu qanday tushunish? Jumhur bu hadisni oldi. Biz bu hadisni olamiz. Jumhur ma'lam yatafarraqa bil abdan deydi. Ikkilaning jismi ayrılıp shunda jiraqlab ketsa, andan bu so'di bitib ketdi. Bundan keyin yandırır birman engap bir narsani yandırib berish masalasi bo'ldi. Bo'lgan, bitib bo'lgan so'ng yandirish masalasi. Uni endi egisi kamchilik qilib bo'libdi, yandırib beraydi, yandırib bo'lamiz. Yo'q, yandırmayman. Maset bo'lgan deb turadi. Ammo ishga ayrilmagan chog'i shu do'konda taqib sanab shunda birib turibdi. Yo'q, akasi olmaydi bilan.
pulni tugatsa ikki taraydi. Shu do'konda shu savdoni qilib boshqa gapga o'tkazilgan holatda yenib olsa, yenib oladi, hamma o'lamalar. Ana Hanafiy mazhab buni ikkalan shu savdoni tutkizib qilib, gapni tugatsa, bu savd tugdi. Boshqalar-chi, achikat musulmon. Boshqalar yo'q, bu yerdan chiqsa, chiqishning badani, jismi shu joydan ayrilsa, mana shu Hazrat Abdullah ibn Umar savdo qilib qolsa, endi haqlar yoki badan ayrilmoqchi savdo bitmaydi deydigan, keyin yondirib olmas uchun bir savdoni qilib qilib, u odam bilan qilgan boshqa ish parang bo'lsa-mu, savdo qilib do'kondan chiqib, mangib aylanib kelib, ana ikkinchi gap tushar ekan. Savdoni yondirib olmaydi, qilib uchun. Biz endi bu yetafarraqa degani qanday tushunamiz? Alama balagana. Hadisda nuqtasiz boshqa to'lg'idingiz deb qolmas uchun bizning salafdan kelgan izohat bor bunga. An Ibrohim an-Nakhai annahu qala al-mutabayyan bil khiyar ma lam yatafarraqa. Qala ma lam yatafarraqa an mantiq al-bay'. Savdoning gapidan shunda yo'tkalmasa deydi. Boshqa gap ko'tarib ketdi yo boshqa savdo yo'tkilib ketdi, boshqa parang yo'tkilib ketib qolmasa demoqchi. Idza qala al-bay'u qad bi'tuka. Ma satqchi satdim sana desa falahu an yarja ma lam yaqul al-akharu qad ishtarayt. Sana satdim, manch pul satdim aldım demesa u yeni olalaydi deydi. Va idza qala mushtari qad ishtaraytu bi kada manch pul aldım desa falahu an yarja ma lam yaqul al-bay'a qad ba'tu. Dukanchi ma'qul satdim bo'libdi beray demasa yeni olalaydi deydi. Va qawl Abi Hanifa va al-ammah min fuqahana. Bu Hanafiy mazhabda bu Ibrohim an-Nakhai bunda dedi. İkili taraf icab qabul bo'lmasa bitmaydi degandek nima qildi. Lekin Hanafiy mazhabda ash parang mazmuni, parang obyektni boshqa o'tkib kessalam bo'ldi, so'rib bitib bo'ldi demoqchi. Ya bizdan jim o'tirib ketdi 5 minut. Yoki boshqa bir parang ushib kessa, so'rib bitib bo'ldi deganga. Masalan, bundaqa ma'qulni biz bo'lgandan keyin xayriya qilib, masjid qilib, agar birayga chiqdi, keyin u so'didan yig'masa ya pulni bermasam ekan, shu aldım satdim degan so'zdan so'rib bitib bo'ldi dedi. Agar shunaqa degan bo'lsa, bo'lmaydi. Sen yondiribman desa, shu do'konchi yondirib bersa, unisa mayli. Bo'lmasa yo'q sotib qo'ygan. Masalan, bel xiyar degan men 3 kungacha maslahat qilib qaror qilish haqqim bor, yondirib berish haqqim bor deb bunda shart qilgan. Yani 3 kun shart qilish bormas, faqullah qalaba va lil xiyar salasa ayyam degan. Xuddi masalan uyga opirma, agar dadam unisa yoki opam unisa, unda olima bo'lmasa balam yondiriting deb qolsa, akib birma desa ma'qul. Babul ixtilof fil bay'i ma bayna al-ba'i wal mushtari. İkkilan o'tirdi ba'zi talash-tartib bo'lib qolsa, masalan, manch pulni satdingiz yo'q, unch pul deyishmagan biz deb qolsa, akhbarana algun annahu balagha anna ibn Mas'ud radhiyallohu anhu kana yuhaddithu anna Rasululloh sallallohu alayhi wasallam qala ayyuma bay'an tabay'a fal qawlu ma qala al-ba'i'u aw yataraddan. Qanda ishki so'zlashgan kishi so'zlashib, talash-tartib chiqib qolsa, kimning so'zi hisob desa, satquchining so'zi hisob. Satqıcı men ko'rsatdim desa, avchi yo'q 800 ko'y olgan, 800 ko'y deshgan desa, satqıchining so'zi hisob. Shu do'konchining hisob puldi deydi. Yoki yenishib ketadi. U yataraddani yenishib ketadi deydi. Qala Muhammad va biyadana qul. Idza ixtalafa fi thamani bahada ixtiloflashib qilishda, masalan, miqdorda ixtiloflash mumkin, sifatida ixtiloflash mumkin. Miqdorni men ko'rsat qanday 800 ko'yga deyishgan desa, miqdor bo'ldi. Yani sifat bo'lsa, $1000 deyishgansa, yo'q, men ko'yga deyishgan biz. Tahalafa va taradda al-bay'. Shu qasam qilishib, ikkiladan qasam qilishni talab qilamiz. Birisi qasam qila olsa, birisi qasam qila olmasa, qasam qilganning hisob. Ikkilisi qasam qilgan ahvolda biz hech qasam qolmay, undan so'zini bekor qilib o'tamiz. Va taradda al-bay'. Hammasi yenishib ketdi. Pul xaridandan chiqqa tovar do'konchilardan chiqib ketdi. Va qawla bi Hanifa va al-ammah min fuqahana idza kana al-mabi'u qa'iman bi'ayni. Ana shu yenishib ketgan chaqda so'z bo'lgan tovar saq bo'lsa shunda deydi. Yani doğru bo'lsa, fa in kan mushtari qad istahlakahu, uni yeb bo'lgan, ichib bo'lgan, ishlab bo'lgan bo'lsa, fal qawlu ma qala al-mushtari fi thaman. Shu xaridaning so'zi hisob
في قول أبي حنيفة وأما في قولنا أبو حنيفة خريدان كيسب تيدو بجمهور قرشة أما بيز يعني محمد قد قريدو فيتحالفان ويترادان القيمة وشهد قسم الشدوش كليلان قاس قسم الشدوش نساق بس قسم الشمسة من جبي سبب مايدو إشكريس قسم الشقاسة so'din buzutimiz. Lekin so'din buzgancha tovarni yapon tovarni qayta qo'llanmagan ekan, uning pulisini berdi. Qimmatini bergan. Bazada ashu narsani nech pul og'li bo'lsa, shuncha pulni bir narsani chiqarsa pulisini to'lab bergandeklar. Bab rajul yabi'ul mata'a bi nasi'atin fayaflusul mubta'. Birisi bir tovarni nisi setib, olgan xarida butun sarmoyasini ayrilib qoldi. Pul yo'q holatga chiqib qoldi. أخبرنا ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل باع متاعا فأفلس الذي ابتاعه ستواغا خريدا بتنسر ما يدن كسا ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا ودكانشي ونن فلسطين برتين مأمغان بوسا فوجده بعينه عندن pulni to'laydigan chog'da uni qashqa pul tutib qolsa u bir tiyinmi yo'q endi yan chuqur o'dinib qolgan holatda qolgan bo'lsa shu sotgan narsa o'shaning saq bo'lsa shu narsani ko'tarib ketaoladi deydi. ahaq degan ahaq min ayyi shaxsin axar, yani boshqa odamning qarzi bo'lsa odamda, yani pulini badab kelgan uning boshidan bo'lib qolsa o'ylida bu boshqa xarida boshqa qarzdagilarga nisbatan bu haqli shu narsani o'zini ko'tarib ketaoladi. Va in mata fasahibuhu fihi usatul ghuram. Agar bu odam o'lib ketib qolsa, hech qanday bir tiyinni qoldirmay o'lib ketdi. Shu setvagan xarida o'lib ketsa, fasahibuhu fihi sahibi degan shu tovarning egisi, do'konchi, shu tovarda nima usatul g'urama. Tovarning o'zi bo'lsa, tovarni ko'tarib chiqib ketmaydi. Qanday bo'lmasa, telefonini $1000 sotibdi. Sotgandan keyin buning birinchilarda desa, bu birinchilar kelgancha bu odam o'lib ketdi. O'lib ketsa, bu odamdan yana boshqa $1000 qarzim bor, $2000 qarz oladigan 7-8 odam yig'ilib qolgan bo'lsa, va telefon bor. O'lib ketgan bo'lsa, men telefonni ma'mulon telefondan ko'tarib ketolmayman. Bu telefonni sotimiz $1000 ga, $1000 5 odam bo'lsa, $1000 qarz ham $200 dan tegadi deydi. Dukaygisiga $200 tegadi. Boshqa qarzigisimi o'xshash, mush qatorda o'chirib turgan gap. Ya, bunun pulu yok. Bu adam öldü, telefon kaldı, başka pul yok. İflas olup ketken ama. İflas oldu deyin gel, şu bir tiyimi pul kalmadı deyin gel. Bundan güzel bekleriydi o. Bu hayat olsa, adam hayat olsa. Peki ölse, bu bir miras kaynıp ketkende, bu miras, bu adamdan, bu dükkançıdan miras üzüp ketkende kılınmış. Usatul g'urama degan shu qarz egalariga o'xshash qatorda bir qarz egasi bo'lib qoldi. Qala Muhammad idza mata va qad qabidahu fa sahibuhu fihi uswatul g'urama. Qulug topshirib pulab o'lib ketgan bo'lsa, bu telefonning egasi, tovarning egasi shu bosh qarz egalariga o'xshash bo'lib qoldi. Va in kan lam yaqbidul mushtari al mabi'a. Lekin bu telefonni topshirib olmagan bu do'konchining qo'lida bo'lsa, fa huwa ahaqqu min baqiyatil g'urama hatta yastawfi haqqahu. Bu chaqda bu telefonni shu o'zining qo'ligacha ilib olsa, o'zi saqlab qolsa bo'ldi deydi. Va kadalika idza aflasal mushtari va lam yaqbid mashtara. Setvachi o'lib ketsa-mo, ya'ni setvachi sarmoyadan ayrilib qolsa-mo, qo'liga taqib setvagan tovarni topshirib olmagan bo'lsa, o'xshash. Fal bay'u ahaqqu bima ba'a hatta yastawfi haqqahu. Pulni bersang berma ma'na bo'lmasa, bermayman deb tutwasi bo'ldi demak. باب الرجل يشتري الشيء أو يبيعه فيغبن فيه أو يسعر على المسلمين. Bir kishi bir narsani sotsa, yoki sotib olsa, qo'ylab ketadigan, ya'ni bozor narxidan qimmat afzaldigan, savdoda ketkizib qo'yadigan ahvollar. Yoki musulmonlarga baho bekitib bersa bo'lamdi demoqchi. Ma unni masalan 5 ko'ydan sotsa, ma yog'ni 10 ko'ydan sotsa deb bekitib bersa bo'lamdi. أخبرنا مالك أخبرنا عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رجلا ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيع فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم من بايعته فقل لا خلابة فكان الرجل إذا باع قال لا خلابة. Habban ibn Munqiz deb bir sahoba bo'lib, u savdoda ketkizib qo'ygan. Ko'r savdo deymiz. Davomli qimmat olib qoldi ekan. Boshqalar bunga qimmat sotib bir narsa. Chunki Rasululloh bunday ahvol bor degan ekan. Dollash yo'q emas, bazana qilmish,
deb oyunda digizib setib al. Keyin ondan uyga kelgandan keyin akam yoki dadam yo buni qimmat olib so'rasa bu 1000 ko'ylab narsa, sen 2000 ko'ylab setibdi deb qarsa, ofiriblan yondirib olaysa. Sen menga bazarni qilganda. Qala Muhammad nara anna hada kana lidalika ar-rajul khassa. İmam Muhammad aşağıdaki xas deb dedi. Başqa ulamolar buni xas emas, qanday bir kishi shunda shartlashib, so'ri qilsa, bazarni qilib üstün setib olsa, keyin deb beralaydi deb qo'ydi. أخبرنا يوسف عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه مر على حاتب بن أبي بلتعة وبدر غزوة قطنشقان صحابة كين مشرك لخط يزغو ورأيالدن خطواته وهو يبيع زبيبا له بالسوق فقال له عمر رضي الله عنه إما أن تزيد في السعر يا بهان سل كترسة وإما أن ترفع عن سوقنا يا بزن بازرمزدن كات يا دا بازان تشرب dükançılığa ziyan usan bombaydı ölmekçi. Yani bir adam manç pulu satsan değil mi de? Lekin bunda bek azan setvertme dedi. Bazan akıdın beklam tuğan setvetip kalsa bazanın huzutu da bazan bir şüketkenliken onu götüremeydi. Kala Muhammed ve bihada nâhud la yenbegen yusa'ira alel muslimin. Müslümanların bahanı biktip pası bombaydı. Feyuqal lahum bi'u keda ve keda bi keda. Ma nâsı manç pulu satıslar, ma manç pulu satıslar deyip وكذا ويجبرون على ذلك انه مجبور لسا زول سبم مايدو وقول ابي حنيفه والعامه من فقهاءنا رحمهم الله باب الاشتراط في البيع وما يفسده سول صدق قيغان چاغدا شرط بكسي بولامدو قاندا شرطلار سودун بزوتدو اخبرنا مالك اخبرنا الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه اشترى من امراته الثقفيه جاريه ثقيف قبيلesi bolgan ayaldan bir didek setip oluptu. Yüzden ayaldım. Vaştaratat aleyhi bu ayalı bu dedekli bundan satkan çağda şart koyuptu. Enneke in bi'taha fehiyeli bis-semenlezi tebi'uha. Eğer satay deb qalsan qaçaniki bazar neçpil satmoqchi olsan çoqum man satsa, başqa deb satmaysa tebi'uha bihi. Fastafta fi zalika Umar ibn al-Khattab faqala la taqrabha ve fiha shartun li ahad. Ağıcı satqıcı qanda bolsun bir kishiga bir shart bekitib qo'ygan bir ahvol bo'lsa bu savdoga yaqin kelma, bu savdoni qilma demoqchi. Qala Muhammad rahimahulloh va hada na'khud kullu shartin ishtarata al-bai'u 'ala al-mushtari aw al-mushtari 'ala al-bai'i laysa min shurut al-bay'. Laysa min shurut al-bay' degan shu savdoning tabiatiga faqat munosabatsiz bo'lib qolsa va fihi manfaatun lil-bai'i aw al-mushtari bu shartda satqıcıya, ağıcıga aniq bir manfaat olib qolsa, fal bay'u bihi fasid. Bunun bilan savdo fasid bo'lib ketadi. Va bu qavli Abi Hanifa. Ammo savdoga maskildigan shart olib qolsa shu. Mesela uy sayman oldik, shira oldik. Buni dukanchigida masalan oldik uyga olib kirsa, uyga chiqib kirsa 6-qavatda degandek. Manda nima qilib qolsa mayli. Lekin buni elab masalan uy saymanlarni oldik. Elab ammo mening manchtaga budim bor men mana alsam lekin sen ana menda setib olsa desak bu hech qanday munosabat yo'q bir shartni qo'ysa bo'lmaydi. Chunki yana bir hadisda la yahillu salafun va bay'un degan. Va la shartan fi bay'in degan. Lekin bu shart bilan bo'lsa bo'lmaydi demoqchi. Ammo maskildan bo'lsa mayli. Akhbarana Malikun akhbarana Nafi'un an Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu annahu kana yaqul la yatar rajul walidatan illa walidatan in sha'a ba'aha wa in sha'a wahabaha wa in sha'a sana'a fiha ma sha'a. Kishi o'zining to'liq mulkidagi dedek bo'lsa, unda yaqin kelalaydi. Xolis setaydigan, xolis bizga beraydigan dedek bo'lsa. Qala Muhammad va bi hada na'khud va hada tafsirun. Bu hozir bir izohatdan iborat. Anna al-abd la yanbaghi yatasarra. Qul olib qolsa, u qul bir dedekdan foydalanmaydi. Xo'jayin yapasi, to'y qilsa balki Omuz dedek sübtede ya xo'jayin dedek münasebeti bulanmaydı. Li'annahu in wahaba lam yajuz hibatu. Başkalığı beritamaydı o dedekni kul. Kema yajuzu hibatul hur. Lakin bu dedekni bu kul birisiga hadiya qilib o'tamagan ekan, hur qilgandek yaqin kelinmaydi. Fa hada ma'na qawli Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhu va qawli Abi Hanifa wal 'ammati min fuqaha'ina rahimahumullah. Babu man ba'a nakhlan mu'abbaran, mu'abbar changlashtirilgan Xoma. Ta'birin naxl Rasululloh sallallohu alayhi vasallam boshda kishilarni shu changlashtirayotganini ko'rib, bunda qilib yursan bo'ldi. Alloh mevasini o'xshasa o'xshata yurdi degan.
Keyin qarasa bu meva o'xshamagan changlashtirmagan ekan, bo'lmaydi bu narsa. Bo'lmagan ekan Rasululloh shikoyat qilgan chog'da men bunda o'ylab ekanman, lekin bu din ish emas. Antum alam bi umur dunyokum xalsani changlashtiring degan. Bu changlashtirib, qo'lni changlashtirib ta'sis endi. Juda kuch ketadigan. Asli bu o'simliklar, dal-daraxtlar shamol yoki ba'zi hasharotlar orqali changlashadi. Lekin qo'mini shamol bilan bo'lishi mumkin, lekin bog'bonlar o'zi changlashtirmasa yaxshi o'xshamaydi bu. Mevasi oz bo'lib qoldi. Shunga bundan masalan chechakni elib bir ko'kvashni tasavvur qilsak, qo'mininki g'uruldigan yeri ko'kvashdek bir narsa bo'lsa, ko'kvashninki nimasini qaritib turib, chechakning da atrofiga silib, ondan uni asli keltirib bog'lab qo'ydi. Bu shu changlashtirishdan iborat. Bu ta'sis emas, yamishib chiqib, endi xatarga tavakkul qilgan. Endi qilib bo'lgandan keyin sassa Ev abdan ve levmal. Yak bir kulga masenin olsun, maşinesinin olsun sen bana gel. Man ticaret kıl, uzan kul tipi al. Hezligen diyen tarikada hocayını bir nazber etken olsa, ki endi bu kulni setib etmekçi bo'lgan chog'da shu puli kulga tava bulamdı ya hocayını qalamdı degan. أخبرنا يفعون عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع mevisi satqışın buldu. İlla en yeşteritahal mubta. Allah ayda şartla bir mevsilen bula alamadıysa uçağdandan setvağıcının buludu. أخبرنا نافع عن عبد الله بن عمر بن الخطاب قال من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع. Bunun şartı şunda. Elbette kovma ve onun başka mevlinaması okşaş. Enda changlashtirgan bo'lsa, changlashtirib bo'lgan taqdirda uning mevasi satqishon bo'ldi. Qala Muhammad rahimahulloh bi hada naqdu wa qawl Abi Hanifa rahimahulloh. Bab ar-rajul yashtari al-jariyata wa laha zawjun aw tuhda ilayhi. Irva bir dedekni setib olsa yoki birisi uni irva dedekkin birisiga hadiya qilib qolsa, hukmi qanday bo'ladi? Akhbarana Zuhri an Abi Salamah ibn Abdurrahman ibn Auf رضي الله عنه اشترى من عاصم بن علي جارية فوجدها ذات زوج فردها. قدرت بتقول. إيرواد ذيك نسيت قنديك. اللي إيرواد صح جايني غير كلام ميد. قال محمد رحمه الله بهذا نأخذ لا يكون بيعها طلاقا. biz bu shunda deb qaraymiz. U dedekni setibitish, u dedekni erdan ajratadigan taloq hisoblanmaydi. Fayda kana zata zawjin er bo'lib qolsa, fa hada aybun fiha. Bu dedektik bir ayb. Bir kamlikimni. Turaddu minhu. Mush ayb sababidan qaytirib o'tishga arziydi. Va huwa qawl Abi Hanifa wal 'ammatu min fuqahana. أخبرنا ابن شهاب أن عبد الله بن عامر أهدى لعثمان بن عفان رضي الله عنه جارية من البصرة لها زوج. بسرلك برددكنا إروا برددكنا Hazret Osman'a hediye kıldı. Bu Abdullah bin Amr Hazret Osman'ın cihan etti. Şu hediye kıldı. Fakat Osman lan akrabaha hatta yufariqaha zawjuha. İri talaqqım musaman Hoca'nın sübütüde yakın kilemeyme diyen. Fa'arda ibn Amir zawjuha ve faraqaha. İbn Amir başka dedek vardı iriga. Başka dedek yapardı Müslüman talak kılıyordu. Talak kıldırırken andın Hazreti Osman'dan buldu. Yani iddet tutkanlıkta Hazreti Osman olalı bilmez. Bab uhdeti thalathi ve sene. Ahde diyen mesuliyet. İlgi ulaş mesuliyeti. 3 günlük ve 1 yıllık ilgi ulaş mesuliyeti. Bunu bize ibaret. Şeriatta onda bir mesuliyet yok. 3 gün ihtiyar yeni bir işlemesi var diyen gibi var. Mesela la khilabe ve leyliklere seleste yendiğen. Lekin Medinelikilde aslında bir adet bu var. Bulamda tabi'illarının devletini tartıp ayında 3 gün geçe. Manda bir çatak çıkıp kalsa birine kul dinmezsen. Bu kul dilen buldu Medine'mizde. Başka nasıl demez. Kul satsa bu kulun aslan 3 gün geçe. Enip bir eyip çıkıp kalsa kaç yandırıtış örp var. 1 yıl kadar yanımında eğir uzunluğunda devam edilen kesellikler çıkıp kalsa. Cüzem, baras deyimiz. Aslında türlü kesellik çıkıp kalsa 1 yıl içinde kaydırılan hakkıba da bunda adetlengen. Lekin şeriatta bir nimesi yok ama. Ya mesela yakın yılda şu. Hazır zaman yakın yıldan bu şartlaşması mı? Yıllık zamanı var, garantisi de mi zamanda? Garantisi var diyen gaplar yakın yılda. Mesela bir kralığını aldı, 3 aydan keyin buzulup kaldı.
bu yandırıtımız yoki 10% degan gap. Lekin men odamni qulni setib olgan taqdirda buningdan bir chataq bakan asli buni setib olgan chaqdi bakan desak, yoki shu yaqin ahvolda uyam-buyam bo'lib turgan bir ayb bo'lsa, shu uzun muddatlik bir paydo bo'lgan bo'lsa, 1 yil deb uni bekitgan. Ya'ni yandırıtadigan shu zamonga yaqin ekan. Ama bular şu kul savdasilar shunda boshqasi yo'q degan. أخبرنا مالك أخبرنا عبد الله بن أبي بكر قال سمعت أبان بن عثمان بن عفان وهشام بن إسماعيل بولا مدينة والي لرده بولا يعلمون الناس عهدة الثلاث وعهدة السنة يخطبان به على المنبر تراب بولا من والي وغان كان sözlep nutuk sözlep 3 gün içinde yandırıp biriş adeti var, bir yılda yandırıp birişimiz var deyip kişilerine de uyutaymışken. Kale Muhammed lesna na'rifu uhdete thalath ve la uhdete sene. Biz 3 günlük mesuliyet, 1 yıllık mesuliyet deyingenini biz bilmeyimiz, tanımayımız. İlla en yeşteritar raculi khiyara thalathat eyyam ev khiyara sene. Fakat lan bizde 1 yıllık ihtiyarlık verilgen, 3 günlük ihtiyarlık, yeniliş ihtiyarlık verilgen bunda bir ahval var. Şertleşip kalsın. فيكون ذلك على ما اشترط. نقول شرط لشكم بويتشا بود المسلمون عند شروطهم بيجي أساس تا. لكن عند شرط لش مسبو شكون إشدا برجلس كسر ولا قاسيا بناس ولا قاسات يندرو تلام ده شو. وأما في قول أبي حنيفة فلا يجوز الخيار إلا 3 أيام. أبو حنيفة عند برجلا قلنا دكان جنون تلماي. شكون ده بديستاش ولا. ولي الخيار 3 أيام ده كأن لكن شكون رخصة تبقربته. لسنا نعرف دكان biz bunu Resulullah'ın kelgan hadislerini bilmeymiz, sahabe kiramlardan kelgan asarlarını bilmeymiz. Bu olmuş Medinelikning tibağı iş ekanmiz. Babu bay'il wala deganni azatkardilik huquqi dedik. Azatkardilik sababidan miras oldigan jinoyat to'limi to'laydigan ishlar botdi. أخبرنا مالك أخبرنا عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء. أشو حقوقنا ستشتن توسته وعن هبته باشقا بريوت ستم توسته. قال محمد وبهذا نأخذ لا يجوز بيع الولاء ولا هبته. نمشون لسه bu azat qilish huquqiy imtiyozi azat qilgan kishida bo'ldi. Boshqalar bo'lmaydi. وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا البته جمهورنا فرشه سلفا وخلفا. أخبرنا مالك أخبرنا نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أرادت أن تشتري وليدة فتعتقها فقال أهلها نبيعك على أن ولاءها لنا فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا يمنعك ذلك. Yani oğlunun şart qilgan, unda deb turgan sizni qulni setilib azat qilishdan to'sab qo'ymag'ay. Fa innamal vala'u liman a'taq. Chunki azat erdilik huquq degan azat qiluvchining bo'ladi. Yani bu barira vaqalikda bu ish. Qala Muhammad va bihi na'khud al-vala'u liman a'taqa. La yutahawwal anhu. Undan boshqaga o'tkazib ketadigan yo'q. Setilish orqali, hiba qilish orqali. Va huwa kan nasab. Bu nasabga o'xshash. Yani tuqqanchilik nasabga o'xshash bir ish. Yani tuqqanchilikni uni setib bo'lmaydi-ku. Akillikni setibday, dadillikni setibday degan shu. Va qavli Abi Hanifa wal 'ammati min fuqahaina. Va kan nasab degan shunda bekitilib ketgan, chaplashib ketgan narsa. U ham bu ham medilat qilolmaydi. Yani bir hadisda al-vala luhma ka luhmatin nasab degan. Xuddi nasab rishtasiga o'xshash bu bir rishta. Sat qilolmaydi, hiba qilolmaydi deb keldi hadisda. Babu bay' ummahatil awlad. Xo'jayin dedikidan farzand ko'rsa, shu dedak ummul valad bo'ldi. Ummul valad nima dedik? Ozodlikqa bir ilnashgan ayol. Agar xo'jayin o'lib ketib qolsa, ozodlik qilgan. Davonkan u qul azod va qulluqning o'ttirib qolgan ekan, bu setvasi bo'lamdi degan masala kelib chiqdi. أخبرنا مالك أخبرنا نافع عن ابن عمر رضي الله عنه قال عمر رضي الله عنه أيما وليدة ولدت من سيدها أم الولد ولد كسا فإنه لا يبيعها ولا يهابها ستميدو برسيا دياقل تميدو ولا يورثها ميراث قلب قلدرما يقول لك قاز باش قلقاتش ميراث الدار شوق بلكن بلدو غيرولك يرضى وهو يستمتع منها آية طلب قاسا لكن هنا خدمت كسلب يفايدلانس بلدو فإذا مات أولش أمان وأم الولد غيرولك يرضى. قال محمد وبهذا نأخذ وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا الجمهور ننقر الشهر لكن داود الزهري ستوسي بلدو دب قرغان.
Ummulat hur bo'lib ketsa, kimdan kimga miras qildi? Xo'jayinning bilishi bilan o'rib ketdi. O'rib olgan vaqtda boshqa ayollarning qatoriga miras oladi. Yo'q. Yo'q, bu ayol emas bu. Ayol emas bu. Ayol emas. O'rib ketgan boshqa kishi tekstil tikib U o'r ayol bo'lib ketdi. U o'zi xalqiga bir aytgan qanday suvni hech kim uni bilmaydi. Azat qilish huquqi degan bo'lmaydi. Yo'q. Mesela müşahirler gidip kalsa o ben azat qilish huquqi degan. Azat qilish huquqi bo'lishi mumkin. Yani mush odamning bir ishi sababidan azat bo'lgan ekan, balki vala bo'lish kerak. Azat ketdik emas. Bu qulda azat bo'lib ketdi. Bunda azat qilish nimasi bo'lish kerak? Xo'jayinim deb ketishda o'rib kelsa iddatni tutmaydi ekan. Bir hayz iddat tutsa mumkin. Ama agar buni hamda masalan vala bo'lamdi, o'sha bo'lmamdi, asli ixtiyor bo'lgan bo'lsa topshiriq qildik buni. Ya'ni buni ixtiyorga saqlab tursanglar, inshaalloh ixtiyor qilib qolsak, valarimiz chiqishi mumkin. Bu bebekte yaşanan nikoh muhafazası qanday bo'lib ketsa, xo'jayin bo'lib ketsa, iddat qanday yana? Chunki xo'jayin yaqin kelayapti emasmi? Ular sizga yaqin kelgan bo'lishi mumkin. Miras? Bu quli bu. Bu asli quldir. Quli miras qiladi shu. Ha? Başqalar asitlar va boshqaning qoluvchisi iddat tutib, undan keyin undan boshqalar oladigan. Ha, shu bir xil iddat ham, istibro deymiz. Nikoh bo'lmagan uchun miras qolmaydi. Ha, bu yot ayol bu. Tuqqanchilik nima yo'q. Barat rahim uchun. Ha, barat rahim. Chunki didak bo'lmasam, bu didakni birisi setyapsa, iddat tutiladi o'sha. Barat rahim bo'lsa. Bo'lmasa, bola kimning uxlamaydi? Balası miras oldu. Çünkü balası hürde. Hem özünün balası da. Hem etraf kıyam bu. Vallahu a'lemu bis-savab. Subhanakallahumma bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfiruke ve etubu ileyk.